Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari ko'rgan tushlarini va unday holatni ashoblarga aytib berdilar. Ana shu tushlarini orasida bir holatni ham aytib o'tdilar. Yotgan odamni boshiga tosh bilan urib majaqlayotgan odamni tasvirlab berdilar. Shunda tushning bu holatini payg'ambar alayhisolatu vasallam Jabroildan so'radilar. Bular kimlar? Jabroil alayhisolatu vasallam javob berdi. Bu Qur'ondan xabardor bo'lib, unga kechasi g'aflat uyqusida yotgan, kunduzi o'qimagan odamdir dedi. Musulmon inson borki, Qur'onni xabardor bo'lib turib, uni o'qimasligi, unga amal qilmasligi, kecha va kunduzini oddiy insonlar qatori o'tkazishligi qiyomat kunigacha vafot etganidan keyin unga beriladigan azobni nabaviy tush bilan ko'rsatib qo'yildi. Kimki Qur'onni o'qishni o'rgangan bo'lsa-yu, ammo unga amal qilmasdan tashlab qo'ygan bo'lsa, Qur'onni chang bosib yotibdi. Kechqurun el qatori uxlaydi, el qatori turadi, kunduz kuni el qatori ishlaydi, el qatori yuradi, Qur'ondan hech narsa o'rganmaydi, lekin o'rganib qo'ygan yoki Qur'onni bilishligidan xabari bor. Ana shu inson mana shu holatga tushadi. Endi qancha insonlar borki, musulmonlar borki, Qur'onni umuman o'rganmaydi. Qur'onning hukmlariga e'tibor bermaydi. Ular Qur'onni hayollariga ham keltirmaydi. Ana u insonlarning holati undan-da xarob bo'ladi. Qur'on shunday narsaki, qabrda ham, qiyomat kunida ham shafoatchi bo'ladi, nur bo'ladi va hamroh bo'ladi. Qabrga tushgan insonga Qur'onni yodlab unga amal qilgan insonni yoniga nur bo'lib, hamroh bo'lib keladi. Qabrda yotgan odam, "Sen kimsan?" deb so'raganida, "Men sen qiynalib o'qib, zahmat chekib va menga amal qilgan Qur'on bo'laman" dedi. "Senga qiyomat kunigacha nur va hamroh bo'laman" dedi. Qiyomat kunida Robbisi orasida, bandani orasida turib, Robbidan bu bandaga rahim qilishlik, shafaat iznini berishlikni Qur'on so'raydi. "Ey Robbim, bu bandang meni o'qidi, menga amal qildi, roza tutdi, qiynaldi, chanqadi, bedorlikda o'tirib meni o'qidi. Ey Robbim, buni kechirgin, bunga rahim qilgin" deb so'rab turadi. Shuning uchun musulmon inson hayotida katta bir yutuqni beradigan Qur'onni zoya qilib qo'ymasin.